Hurmatli Uzmaster kuzatuvchilari va Aziya-Fet kuzatuvchilari. Mana bugungi sut yo'nalishiga bu yerda 2 tonnadan oshiq yemimiz bunkerda ham bor. 3-4 tonna shu yerda o'zida. Qashqadaryo bilan Yangi yo'lga 20 tonnacha sut yo'nalishidagi yemlarimiz chiqib ketyapti. Mana hammasi zakasga. Buni ham hozir o'rnini to'lg'izishadi buni. O'rtada mana paxta shuroti qimmatidan 5850 so'm kirib keldi bu safar. Mana bu yerda 2 tonnadan oshiqroq yemimiz bor. Bu yoq hammasi sut yo'nalishiga, orqasida ham sut yo'nalishi va shu o'rtada ozgina bo'rdoqiga, qolgan hammasi sut yo'nalishiga. Xudo xolasa inshaalloh tayyor bo'ldi. Buni endi ertaga xudo xolasa ortamiz. Ortayotganimizni ham tashlab yuboramiz sizlarga. Salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Yaxshilikda Alloh hammamizni didorimizni bir-birimizga xursandchilikda ko'rishtirsin o'zi.